Firibgarlar qanday qilib soxta chek yasashini o'rganamiz. Soxta chek yasaydigan saytlar juda ko'p. Mana shu sayt ulardan bittasi. Firibgarlar qanday yasaydi chekni? Kirib oladi mana shunaqa birorta saytga. Masalan, bu yerda har xil nimalar bor. Taniqli anaqalar. Mana shular hammasi taniqli anaqalarniki, kompaniyalarniki. Masalan, mana FedEx bo'lsa, ichiga bosadi. Bu yerdan yilini tanlaydi, vaqtini tanlaydi, ismini tanlaydi, ko'chasini tanlaydi. Bular polni o'zgartirsa bo'ladi mana. Har xil qilib. Hatto nomerlargacha o'zgartirsa bo'ladi. Mana u adreslargacha, masalan, o'zini adresini qo'yib qo'yaveradi. Bu yerda font, yevro, bir bolalarni o'zgartirsa bo'ladi. Hammasini to'g'rilab, o'ziga sozlab, moslab oladi-da. Keyin mana bu yerda sizlar kvitansiya bor. 10 mm, даже millimetrlargacha yoki A4 formatda mana chiqarsa bo'lar ekan. O'shani skachatga olib, shunday chiqarib oladi. Xolasa printerdan chiqarib oladi. Xolasa onlayn chek qilib jo'natib yuborishi mumkin. Shuning uchun har xil chek nimalarga ishonib qolmang. Обязательно 7 o'lchab bitta kesing. Internet hozir xavfli.